Assalomu alaykum aziz muxlis. Serialning oldingi qismlarini shu kanalimizdagi videolar orasidan topasiz. Videomizni like va kommentlar bilan qo'llagan holda Qorako'z serialining 7-qismini boshlaymiz. Nevermore'da Aziz, Bahrom va Abdushkur dam olish maskaniga zombi olib borgani uchun jazoni o'tamoqda. Abdushkur o'zini shunchaki sinfboshi ekanini va bu narsadan umuman bexabar ekanini aytib, qarshilik bildiradi. Lekin direktor Bilol uning gaplariga ishonmaydi. Bina ham jazoni o'tayotganlarga qo'shiladi va ular birgalikda uyushtiriladigan kecha uchun taklifnomalar tayyorlashadi. Bina onasidan uni qo'lga olinganligi haqida xabar oladi va direktordan ketishga ruxsat so'raydi. Bilol amaki esa buni rad etadi va doktor Kallaboshga qizni nazorat qilishni topshirib ketadi. Abdushkur Binaning asabiylashayotganiga e'tibor beradi. Qiz onasining boshiga kulfat kelganini tan oladi. U bu yerdan ketishni ilojini topa olmayapti. Chunki doktor Kallaboshning yagona a'zosi shisha idish ichida joylashgan va shuning uchun qizning sehri unga ta'sir qilmaydi. Abdushkur esa bosh kiyimini yechib, professorni vaqtinchalik toshga aylantirgan holda qizga yordam berishga qaror qiladi. Aziz bilan Bahrom ham ular bilan bormoqchi bo'ladi. Lekin Bina ularni o'zining ovozi bilan sehrlab, shu yerda qolgancha taklifnoma ishini oxiriga yetkazishga majbur qiladi. Politsiya boshqarmasiga Abdushkur bilan yetib kelgan qiz, qo'lga tushirilgan ayol uning onasi ekanligini aytadi. Qiz o'zining sehrli kuchidan ustalik bilan foydalangan holda politsiyachilarni onasiga nisbatan ochgan jinoiy ishini o'chirishga va u haqida umuman unutib yuborishga majburlaydi. Keyingi kadrda Qorako'z yotoqxonaga onasini ko'rgani boradi. Ona qizni yana kitob so'ragani keldi deb o'ylaydi. Lekin buning o'rniga Qorako'z undan nima uchun Nozanin xolam jinnixonaga tushgan deb so'raydi. Ozgina ikkilangan onasi unga ular 2-kursda o'qib yurgan paytlarda Nozanin ko'p marta xuddi Qorako'z kabi o'z xususiyatlarini haddan ortiq ishlatgani uchun Qorako'z yoshlar to'kkanini aytadi. Keyin bir kuni uni Nevermore maydonida Qorako'z yoshlar to'kib, baland qichqirgancha yig'layotgan holda topishgan va shundan keyin Nozaninni jinnixonaga yuborishgan. Barno hammaga singlisining aqli joydaligi va undagi o'zgarishlar qobiliyatlari tufayli ekaniga ishontirmoqchi bo'lgan. Lekin hech kim uni eshitmagan. Ayol Nozanin bilan bo'lgan barcha voqealarda onasi Hesterni ayblaydi. Lekin shu paytda eslanishi bilan qulog'i ko'ringan buvining paydo bo'lishi ona bolani hayron qoldiradi. Boyvachcha buvi o'zining sevimli nabirasining qo'liga u iltimos qilgan qabristonni sotib olganligi haqidagi hujjatni topshiradi va qizning qulog'iga pichirlagancha bu qabristondagi o'liklarni almashtirib, soxta hujjatlarni tayyorlagan odamning ismi August Stonehurst ekanini aniqlaganini aytadi. Qorako'z u odam haqida ma'lumot qidirish uchun ketadi. Qizi ketganidan keyin Barno onasini Qorako'zni unga qarshi qayrayotganlikda ayblaydi. Shuningdek, ular Nozanin haqida ham bahslashishadi. Hester esa agar Barno o'z qiziga sehrgarlik kitobini qaytarib bersa, Nevermore maktabiga katta pul ehson qilishga va'da beradi. Lekin Barno buni rad etadi. Ayol o'sha sehrli kitobni olovga tashlaydi va mening oilam sotilmaydi deb aytadi. Bu paytda Doniyor doktor Gulhayoning xonasida qulay o'tirgancha umrining katta qismini har xil jinnixonalarda o'tkazganini maroq bilan so'zlab berayotgan edi. Doniyorning bir necha o'nlab pasportlari bo'lganligi uchun doktor undan haqiqiy ismi nimaligini so'raydi. Erkak o'z ismini shunchaki Doniyor ekanligini aytadi. Yordamchi olib kelgan rentgen natijalari esa Doniyorning miyasi ichida ko'plab qiziqarli buyumlar borligini va bu miya bilan odam sog' bo'lishi mumkin emasligini tasdiqlaydi va uni jinnixonaga qabul qilishadi. Doniyor orzusiga yetishi bilan darhol odamlardan Lois ismli shaxs haqida surishtirishni boshlaydi. Ayni vaqtda esa Nevermore'da kapishon kiygan notanish odam maktab ichiga kiradi. Kibriyo esa Qorako'zga u qidirayotgan August Stonehurst ismli odam oldinlari shu maktabda o'qituvchi bo'lganini, lekin hozir u ham jinnixonada ekanini xabar beradi. Qorako'z shu zahoti narsani chaqirib, unga bu ma'lumotni Doniyor tog'asiga yetkazishni buyuradi. Nila esa Qorako'zni o'zidan uzoqlashib, Kibriyoga yaqinlashayotganidan xafa ekanini ma'lum qiladi. Dugonalar gaplashib turgan bir vaqtda ularga bir gala qarg'alar hujum qiladi va ular stol ortiga yashirinishga majbur bo'lishadi. Ularning oldiga yetib kelgan direktor Bilol amaki qarg'alarni olovli sharlar bilan tinchita boshlaydi.
Shunda qarg'alardan biri narsani olib qochishga urinadi. Lekin direktor o'sha qarg'ani ham urib tushirganida narsa xavfli balandlikdan pastga tushib ketadi. Tezkorlik bilan harakatlangan Nila esa narsani qutqarib qoladi. Qorako'z sharpani maktab ichida ko'rib, uni sirli yo'lak bo'ylab kirgancha quvib kirib ketadi. Lekin qora plashdan boshqa narsa topolmadi. Musiqa xonasida esa Qorako'z doktor Gulhayoni ko'radi va undan shubhalana boshlaydi. Gulhayo esa musiqa muallimasi bilan ko'rishib, u bilan yaqinda bo'ladigan musiqa terapiya kechasi haqida gaplashib olganini aytadi. Ko'p o'tmay xonaga Go'zal opa kirib keladi. Lekin Qorako'z uning haddan oshiq hansirayotganiga va xonasida qushlarni boqayotganiga e'tibor beradi. Doktor Gulhayo Nevermore'ni tark etayotganida narsa Qorako'zning buyrug'i bilan uning mashinasiga yopishib oladi. Qorako'zni oldiga kelgan onasi undan nima uchun tog'asi jinnixonaga tushib qolganligini so'raydi. Barno, agar ukasining o'zi buni istamasa, uni qo'lga olishning umuman iloji yo'qligini aytadi. Qorako'z esa tog'asi unga yordam berayotganini tan oladi. Barno bu ishni davom ettirish ahvolni yanada yomonlashtirishidan ogohlantiradi, lekin qiz to'xtashdan bosh tortadi. Jinnixonaga yetib kelgan narsa Doniyorga Avgust Stonehurst ismli odamni topishni va u orqali Loisni ham sirini yechish mumkinligini xabar beradi. Shundan keyin Doniyor soqchidan Avgust ismli odam haqida so'raydi va soqchi uni bog' o'rtasida ko'p yillardan beri cho'mada o'tirgan qariyaning yoniga olib boradi. Ma'lum bo'lishicha, Avgust gapira olmaydi, lekin uning o'rniga yelkasidagi to'rt qush javob beradi. Biroz vaqt davom etgan qiynoqlardan keyin qush Lois bilan bog'liq raqamni aytadi. Kechki payt Doniyor Avgustni o'z xonasiga g'ildiratib ketayotganida yo'l-yo'lakay Malikani ko'radi va ayol ham uni taniydi. Ishchilar xonasi oldidan o'tib ketayotganida chol o'sha eshikni ko'rsatib Lois deb aytadi. Avgustni yotog'iga joylashtirishi bilan Doniyor o'sha eshik tomon shoshiladi. Doktor Gulhayoning xonasiga kirgan Malika unga Doniyorni ko'rganini aytadi va bu odamni Qorako'z yuborganidan ogohlantiradi. Zum o'tmay xizmat xonasi eshigini ochishga urinayotgan Doniyorni Gulhayoning boshchiligidagi soqchilar qo'lga tushirishadi va mazasini qochirishadi. Doniyor o'ziga kelganida uni maxsus kameraga joylashtirishganini va endi uning yagona xonadoshi zombi bo'lishini aytishadi. Bularni hammasini narsa panadan tomosha qiladi va Qorako'zga hammasini aytib berish uchun ortiga qaytib ketadi. Bu vaqtda Qorako'z doktor Kallaboshni Avgust Stonehurstning tarixi haqida so'roqqa tutayotgan edi. Suhbat paytida u cholning oddiy inson bo'lganini va o'sha paytda kichkina qizi bo'lganini bilib oladi. Nevermore'da Bina va Abdushukur qizning onasini maktabga yetkazib kelishadi. Tunnellar bo'ylab harakatlanayotganda direktor Bilol ularni sezib qolishiga oz qoladi. Lekin uchovlon unga ko'rinmasdan qochib ketishga muvaffaq bo'lishadi. Keyinchalik narsa Qorako'zga o'zi ko'rganlari haqida xabar beradi. Qiz uni qaytadan jinnixonaga yuboradi, toki u Doniyorni kuzatib tursin. Qizning o'zi bo'lsa, qarindoshini ozod qilish rejasini tuzadi. Qorako'z shifoxonaga kirish rejasini muhokama qilish uchun do'stlarini yig'adi. U tushunib yetadiki, musiqa o'qituvchisining shifoxonadagi bo'lajak musiqa darsi ularning imkoniyati bo'lishi mumkin. Narsa esa allaqachon oshpaz ayolning yordamini olib qo'ygan. U ularni Doniyorning oldiga olib boradi. Kibriyoning vazifasi esa jinnixona darvozasi oldida chalg'ituvchi ishlarni bajarib, shu orqali Qorako'zni oson o'tib ketishiga sharoit yaratish. Nila doim chetlatib qo'yilishidan charchagani uchun uni ham ishga qo'shishlarini talab qiladi. Qorako'z rozi bo'ladi va uni kuzatuvchi etib tayinlaydi. Agar biror narsa noto'g'ri ketsa, sherif adolatga qo'ng'iroq qilishni topshiradi. Keyingi sahnada Qorako'z Go'zal opani yukxonasida yashirinadi. U shifoxonaga ketayotgan bo'ladi. U yerda esa Kibriyo allaqachon qo'riqlash xonasiga yetib borgan. Qo'riqchi mashinani ko'zdan kechirishni boshlaganda, Kibriyo qo'riqchilar hojatxonasida portlash uyushtiradi. Bu uning diqqatini chalg'itadi va Qorako'zga ichkariga suqilib kirish imkonini beradi. Ichkarida oshpaz ayol uni Doniyor qamalgan xonaga olib boradi. U qarindoshini ozod qiladi va ular birgalikda Loisni qidirishga tushishadi. Keyinchalik Xlyub ham zanjirlardan qutulib chiqadi. U psixiatriya shifoxonasi bo'ylab yuguradi va Malikani ushlab turgan qo'riqchilarga hujum qilib, unga qochish imkonini beradi. Ayol Qorako'zning yonidan yugurib o'tayotganda, ularning nigohlari to'qnashadi, lekin ularning hech biri birorta ham so'z aytmaydi.
Shu payt signalizatsiya Miss Go'zalning musiqa mashg'ulotini bo'ladi. Doktor Gulhayo zombi ozodlikda ekanligi haqida ogohlantirish oladi va evakuatsiyani boshlaydi. Qorako'z va Doniyor texnik xonaga yetib kelishadi va uni biroz avval Avgust aytgan kod yordamida ochishadi. Kitob javoni ortida ular Luis deb yozilgan yo'lak topishadi va Qorako'z bu ism emas, balki maxfiy loyiha nomi ekanini tushunadi. Shifoxona ostida maxfiy laboratoriya joylashgan bo'lib, u yerda shu paytgacha o'lik deb hisoblangan va soxta qabrlarga ega bo'lgan mavjudotlarni aslida tirik ushlanayotganligini guvohi bo'ladi. Ular orasida eng qattiq qo'riqlanadigan kamerada o'tirgan rangpar oddiy ayol ham bor. Kutilmaganda qarg'alarni boshqaradigan notanish ayol oldinga chiqadi va o'zini Avgustning qizi Judy deb tanishtiradi. Judy Lois loyihasining haqiqiy maqsadi g'ayritabiiy mavjudotlarning noyob qobiliyatlarini sug'urib olish va ularni oddiy odamlarga ko'chirib o'tkazish ekanligini tushuntiradi. Judy otasining ishini davom ettirayotganini, shuningdek uning birinchi muvaffaqiyatli tajribasi bo'lganini aytadi. Ilgari u oddiy inson bo'lgan, ammo otasi unga qushlarni boshqarish qobiliyatini bergan. To'satdan Doniyor kuchli zarba to'lqinini chiqaradi. Bu shifoxonaning butun energiya tizimini ishdan chiqaradi. Tashqarida navbatchilik qilayotgan Nila darhol sherif Santiagoga qo'ng'iroq qiladi. Elektr quvvati o'chgani sababli shifoxonadagi barcha kameralar ochilib ketadi. Tajriba quyonchalari ozodlikka otilib chiqib, o'zini himoya qilishga urinayotgan Judyga tashlanishadi. Qorako'z rangpar ayolni qamoqxona kamerasidan olib chiqadi. Qo'riqchilar Xlyubga qarata o'q uzishadi, lekin o'qlar unga ta'sir qilmaydi. Malika hamon o'tmishidan xafa bo'lgan Otabekni zanjirlardan ozod qiladi. Otabek uni ushlab oladi va o'ldirish bilan tahdid qiladi. Malika o'zini bir qoshiq qonidan kechishni so'rab yolvoradi va haqiqiy dushman Qorako'z ekanligini, ularning nishoni u bo'lishi kerakligini uqtiradi. Otabek Qorako'z bilan shug'ullanishga rozi bo'ladi, lekin Malikaga qochib ketishi uchun atiga 5 soniya vaqt beradi. Malika qochishi bilan Otabek maxluqqa aylanadi va uni ortidan yuguradi. Hech qanday qobiliyati yo'q oddiy inson bo'lgan Malika unga qarshilik ko'rsata olmaydi. Ko'p o'tmay maxluqbek uni quvib yetadi va o'ldiradi. Doktor Gulhayo Avgustni o'zi bilan olib kabinetiga yashirinadi, lekin Xlyub ichkariga kirib olganidan bexabar bo'ladi. Zombi ayolga hujum qiladi va uni tinchitadi. Keyin esa Avgustni eski do'stidek kutib oladi va uni o'zining navbatdagi qurboniga aylantiradi. Bino markazida Otabek Qorako'zni topadi va uning nigohiga duch keladi. Qiz qimir etmay joyida turadi, uning ko'zlariga qaraydi. So'ngra Otabek uni derazadan tashqariga itarib yuboradi. Aynan Qorako'z yerga yiqilgan paytida politsiya yetib keladi. Ofitserlar Otabekka qarata o't ochishadi. Politsiyachilarga kuchi yetmagan maxluq o'rmonga qochadi. Otabekning hujumidan so'ng Qorako'z shifoxonada koma holatida yotadi. Uning ongi esa narigi dunyoda kezib yuradi va u yerda maktabning sobiq direktori Dilnozani uchratadi. Qorako'z endi Dilnoza uning yangi ruhiy yo'lboshchisiga aylanganini biladi. Qorako'z buni imkonsiz deb hisoblaydi, chunki kimdir bu rolni o'z zimmasiga olishi uchun u yaqin qarindosh bo'lishi kerak. Dilnoza esa unga o'zini katta enasi tomonidan uzoq qarindosh ekanliklarini tushuntiradi. Shuning bilan 7-qismimiz tugadi. Videomiz 200 ta like yig'ishi bilan keyingi qismni chiqaramiz. Shuning uchun agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosish orqali bizni qo'llab yuborishni unutmang do'stlar. Katta rahmat.